Abu Hurayra radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganlik rivoyat qilinadi. Birər tush ko'rsa, alhamdulillah, ya'ni barliq maqtash Allohga xosdir desin. Tush ko'rgan kishiga uning qarindishi yoki do'stlari yarhamkalloh, ya'ni Alloh sana rahmat qilsin desin. Agar yarhamukalloh desa, tush ko'rgan kishi qarindishiga yahdikumulloh va yuslih balakum, ya'ni Alloh seni to'g'ri yo'lda qilsin, ishlaringni utuqliq qilsin desin. Buxoriydan.